Mening ismim Hidayatullah. Men ata-onam va o'qituvchilarim haqida guvohlik bermoqchi. Mening kimlikdagi ismim Niyoz Duruzulov. Men Hidayatullah degan bu ismni chet elga chiqishdan burun qo'llangan 10 yilchi bo'lib qoldi. Diplom va xil kinishkilarniki o'qishmagan shaharlarda bo'lish sabablik va boshqa sabablar bilan Hidayatullah degan o'zgartirish imkoniyatim bo'lmagan. Dadam Ro'zoq Niyoz, apam Tuduxon Isa, akam Niyoz Duruzli yengan Fatir o'tirsin. Singlim Oltingul Ro'zi va yo'ldoshi Ablajon Yasin. Singlim Turoq Huzurlar bilan 2016 yildan boshlab rasmiy aloqam yo'q. 2015-yili Xitoy hukumatı meni Misrda o'ydiklarni Misrda o'qitgan bolalar bilan, ya'ni men bilan aloqa qilsan deb, men normal telefon aloqasi qildim, boshqa gap so'zimiz bo'lmaydi, avval so'rashdik. Men bilan aloqa qilish sababli 5 million xalq pul jarimani olgan. 2017-yili Kichik Singlim Turoq Huzurning yo'ldoshi Nijot Ubud Aqsu shahri ichidan 9 yillik hukmga kesim qilinganligini angladim, sababini bilmayman. Dadamning jinoyati bo'lsa, dadam 2007-yili Jungo hükümeti tashkillagan o'maklar najib olgan. Najdan qaytib kelgandan keyin urug' tuqqanlardan 60 kishi dadamni yo'qlab kelgan. 2015-yil, ya'ni 8 yildan keyin shu tuqqanlar yig'ilishiniki qonunsiz yig'ilishlar e'lon qilinib, bu 60 kishi tutqun qilgan va bu 60 kishidan 15 odamni kesim kesgan. Dadamniki kesimlar ig'ir bo'lib, mingsiga qon tushgan, 4 qatim lazer nurlik operatsiya qilinganlik sababli kepili qo'yib berilgan. Apamning kesimlar ig'ir. 2013-yili balyat xurak sababli 60 oylik o'sim kasallar doktorxonasida operatsiya qilingan. Men shunday ig'ir kesili odamlarga Xitoy hukumati qil jirayim qilmagan. Bu kishilarning hammasi Aqsu shahar 5 yeza 22 guruh 1-uyda o'tirishliq. Ayolim Aytullah Saidullah Atuşar Şunatuş yazar Besakkan oturuşluq. Kızım G'ufron, o'g'lim Imron bu uchun olmuş qanday xabarini bilmayman. Bular bilan 2017-yilning oxiridan boshlab rasmiy aloqam yo'q. Ayolimning jinoyati bo'lsa, ayolim hukumatning qonunli pasporti bilan Misrga azar o'qishga chiqqan. 2016-yil 4-oyda Atush saqchilar ayolimni qaytib kelishga da'vat qilgan. Biz buning qo'shilgan bu intermezga bo'lib qolgan bo'lg'achqa biz 2 oy ruxsat so'rab 6-oy intihos tugib 6-oyning 20 kuni Air Arabiya havo liniyasi bilan Qohira, Sharja, Urumchiga tushgan. Urumchiga tushgandan keyin Urumchi aydurumni qattiq avazli uchirgan. Buning sababi saqchilarning chaqiriqqa moslashib daxil qaytib kelmagan deb kimligiga qizilcha turib qo'ygan. Va Atush qaytgandan keyin Atush yezda saqchixona yig'ilib 3 oy tarbiyalash yo'llashtirgan. Tarbiyalash tugagandan keyin qattiq haqoratlar uchrab, sizning ideyang o'zgarmaydi deb yana qayta tarbiyalash yo'llashtirgan. Bu tarbiyalash tugagandan keyin 2017-yil 3-oylar bo'lsa kerak, ayolim o'g'lim Imronni yangigan. Ayolim homildor vaqtida tarbiyalashni qo'yib berilmagan. Ayolim yangigandan keyin tutish qattiq zarb berish boshlangan Atushda ayolimning iziga qiyntan Saidullah ma'lum tutib ketgan. Saidullah ma'lum pensiyaga chiqqan uzun yillik peshqadam o'qituvchi va Jungo'ga chiqqanda qonunga rioya qilmagan bir tarixim yo'q. Qiyntam tutib ketilgandan keyin qiyntamning 10 yillik javoblik usul tarixi va kunda 2 vaqt insulin urib qon shakrini kontrol qiladi. Saqchilar qiyntamning insulinini qabul qilgan bo'lmagan. Ya'ni qiyntamning turmida o'lib ketishini kutgan bu saqchilar. Dadamga o'xshaydigan, apamga o'xshaydigan va qiyntamga o'xshaydigan shunday ig'ir kesili odamga bular qilchirayim qilmagan. Ayolim Aytullah homildor edi. Ikkinchidan yurak ritmsizlik ahvoli ig'ir bo'lib 60 oylik tibbiy universitet doktorxona operatsiya qilingan, yurakni saylash operatsiyasi qilgan, lekin bu operatsiya unum bermagan. Kesil ig'ir ahvoldami, hozirgacha tarbiyalash markazidami, uydami yoki turmadimi bilmayman. Men bu shaxsda guvohlik bermoqchi.